Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Bo'yda tumani Uchunboshi qishlog'idagi tomimiz nihoyasiga yetgan. Chiroyli bo'lib bitdi. Hop, betga ketgan taxta mahsulotlar birinchi bo'lib 350 ta 4,5 ga 14 lik strapiladan ishlatilgan. Betga abrshotka. Abrshotkasi 9 ga 2 lik abrshtotkadan 2,5 mm ketgan. Betga ketgan tuniga mahsulotlarimiz 1,5 ming kvadrat Rossiyaning magnit mokri tunigasidan ishlatilgan. Tepalariga profnastil qilib, peshonalariga cherpitsadan qilib yopilgan. Arkalarimiz ham juda ko'p edi bu yerda. Adashmasam 13 ta arkamiz bor edi. Hammasi bo'lib. Chiroyli bo'lib bitdi. Videolarga ma'lumotlar ma'qul tushdi. Kaziroklarni ham yopib berdim. Chiroyli qilib. Ikkinchi etaj balkondan ko'rinishi mana shu holatda. Bahonasi o'ta ham go'zal chiqdi ish. Mana bu yerda zo'r narsa bor. Betga kichkinagina sharshara qilaman deyishdi. Fontanga o'xshatdi. Tepalardan suv oqib tushadigan. Yozgi kuni mana bu yerda ozgina zeleniy zona so'ri bo'lsa, fontan ham juda yarashgan bilan fontanning ustini ham kichkinagina do'ppicha qilib, alohida qilib yopib berdik. Arkalarimiz, cho'klarimiz mahallasi chiroyli bo'lib keldi. Hovli tarafdan ko'rinishimiz. Hovlidan qaraganda xuddi mana shunaqa turadi, xohlasa. Fontanni o'rni sharshara yo fontan. Ota-onalarga joy, oshxonasi, mehmonxonasi, sanuzellari ham bor ekan ichida. Yo darvozadan kirishga pastga qilib ota-onasiga qilib qo'yishibdi. Juda ham chiroyli. Mana shunaqangi arkamizdan, uchastkamizda 5 ta bor ekan. 5 ta mana shunaqangi arka. Asosiy uy tarafimiz. Bunaqangi arkamizdan 8 ta bor ekan uchastkamizda. Shunda hammasi bo'lib 13 ta arka bo'lyapti. Arkalar o'zida ochib oldi. Xohlasa bitta suv ochila ishlayapti, sement va tiyagalar tortilyapti, ustilar ishlashyapti. Bitgandan keyin yana bitta alohida video qilamiz, xohlasa. Yana suv tiyagalar, sement va tiyagalar ochib oladi deydi. Shundoq ham o'zi juda ham chiroyli bo'ldi. Bu taraf ko'cha tarafdan ko'rinish. Xohlasa sement va tiyagalari ham tortilishni boshlagan. Rasmlarga yaqin qilinyapti ilojim boricha. Ustalar ishini ham o'ta go'zal qilibdi. Ko'chada ham 3 ta arkamiz bor. 2 ta mana bunaqa, o'rtaga bitta katta qilib tashalgan. $1,5 mm kvadrat tunika ishlatilgan bu tomimizga 6 kishi bo'lib 1 oy vaqtda bo'ldik. Bo'lsa 1 oy ketdi. Kimga shunaqangi tom xizmatlari kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar.